So'rayman bizni xizmatimiz bo'yicha. Ichizdagina aytasiz menga. Yo'q, realni shunda nima yo'q. Burxon aka, mana hozir 5 kilovatlik bu yotoqxonaga akkumulyatorlik bu talabalarimizga svet o'chganda osvещение uchun qoldirganmiz. 10 kilovatli 10 grid, 5 kilovat bu gibrid variantimiz, bir fazalik. Xo'p, aka, bu qurilmamiz, u qurilmamiz haqida qanday fikringiz? Ishlashlari, Ishlashi zo'r, yaxshi aka, hammasi. svet o'chgan payt effekt beryaptimi? Ishlayapti. Hammasi zo'r. Aytganimdek o'sha necha soatga yetadi degan bo'lsa ham o'sha soatga yetaveryapti. Bizi Solar Energy Texnostroy kompaniyasiga qanaqa fikrdasiz? Bizni xizmatlarimizdan rozimisiz aka? Biz rozi, qo'yaveringlar aka. Hammasi zo'r. Hozircha mana biron marta отказ qilgan yo'q. Mana o'sha yosh bolalarga ham bu aslida biz Qo'qon shahar 5-sonli aqli zaif bolalar maktab internatida turibmiz. 5 kilovat gibrid, 10 kilovat 10 grid qo'yganmiz. Mana Burxon akamiz o'sha paytda ham siz bor edingiz, biz o'rnatgan 1,5 yil oldin mana o'zlari ham bor edi. Hozir mana kelib ko'ryapmiz 1,5 yildan keyingi holatda. Endi orada biz kelib servis xizmatlarimizni ham ko'rsatganmiz. Bizdan xudo xolasa e'tirozlaringiz yo'q bo'lsa, rozilik bo'lsa, biz xursandmiz. Sizlardek shunaqa rozi, davolli klientlarimiz bo'lib tursa, biz ham hali ishlashga yana ham ishtiyoqimiz oshadi. Izlanishdan to'xtamaymiz akajon. Bizga shukur. Rahmat sizga ham. Ishlaringizga rivoj. Bitta qarab qo'yasiz. Sog' bo'ling, rahmat.